Bu mavsum bizda yana bitta El Clasico ko'rishimiz mumkin. Siz esa hoziroq like bosib obuna bo'lib qo'ysangiz, futbol haqidagi so'nggi yangiliklardan qolib ketmaysiz. Bilasizlar, bugun Toshkent vaqti bilan 01:00 da Barselona Ispaniyaning 3-divizionidagi Guadalajara degan jamoaga qarshi o'ynaydi. Ertaga esa xuddi shunaqa vaqtda Real Madrid Talavera degan jamoaga qarshi bahs o'tkazadi. Va agarda shu ikkita jamoa 3 marta yana g'alaba qozonishadigan bo'lsa, ular finalda ko'rishadi. O'tgan yil esinglarda bori Barselona hech qanaqa imkoniyatsiz bu turnirda Madridga qarshi g'alaba qozongan edi. Shuning uchun bu yil ancha qizuvroq bo'ladi. Ammo o'zbek telekanallari bu turnirni ko'rsatmaydi. Lekinda sizga o'zimni Telegram kanalimizni tavsiya qilaman. U yerda nafaqat bu, balkimda boshqa o'yinlarni ham jonli efirda qayerda ko'rishni aytib o'tamiz. Qisqacha obuna bo'lib qo'yadigan bo'lsangiz, ishoning, afsuslanmaysiz. Xo'sh, siz